Mana men geometrik shakllardan, matematikadan foydalandim. Rangini top bolalarga. Rangini top deganda o'sha qo'l motorikasini rivojlantirib, bola o'zi uni ko'rib, sezib olib boradi uni. Qo'yadi. Bu pushti rang ekan. Ko'k rangni olib boringchi desam, tomchi shaklda foydalandi. Buni olib boradi. Tarbiyachiga qulay sharoit yaratilmoqda. Ana yashil rang ekan, bargdan foydalandik. Buni qo'yamiz. Bu sharf qizil rangda. Bu to'q qizil qo'lqopcha. Qishga bolalar sezib olib boradi buni. Tomchi. Demak, geometrik shakllardan foydalanamiz matematikada. Sensor tarbiya ketyapti bu yerda. Burchaklarni bolalar ko'rsatib bera oladi. Ranglarni ta'riflab bera oladi. Oval shakl. Va bulardan nimalar yasash mumkinligini ham albatta bolajonlar biladi. O'lcha shakli nima.